Assalomu alaykum. Mana endi hammamiz ziyoratlarimizdan nihoyalab boshladi. Dengiz oxirgi maqsadimiz dengiz edi. Dengizga ham yetib keldik. Bunday kunlarga yetirganni, bunday hayotga keltirganni Allohga ming qatla shukr. Shuncha xalq ichida bizlarni chaqirgan ekan. Allohdan ming qatla shukr. Maqsadimiz shu dengizni ko'rishadi. Kabalarni ko'rdik, Madinaga bordik, Jiddaga bordik. Shaharlar qidirdi. Allohga shukr. Hammasiga yetdik. Behisob shukr. Hammamiz xursandmiz shu yerga kelibsan. Ketish paytimizda endi uyimizga ketish yoqmay qoldi. To'g'risi ketasimiz ham kelmay qoldi. Shu yerlarda endi bu yerlar aytganlarimizda yo'q ma'lumotlarim, lekin Alloh yana nasib etsin deb umid qilib qolamiz. Hammangizga e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar ham shu yerlarga kelmak nasib etsin Alloh. Har bir insonning orzusi faqat shu Qizil dengiz kabi umra hajlari, katta hajlar ham niyat etganlar Xudoyim yetkazsin shu yerga. Parvardigoriga farzandlarim ham shu yerga kelib ziyorat etib ko'rib shu yerlarni yetkaylar Xudoyim. Allohim shukr. Balalarimdan xursandman. Sog' yurgaylar Xudoyim. Umrlar uzoq bo'lgay. Qizimning ham umri uzoq bo'lgay. Qo'shaqarib yurgay Xudoyim. Farzandlarning baxtini ko'rib, to'ylar qilib, kelin olib, aqtib ko'rib, chovliqlari baqmaq menga nasib etgay. Zannaxonam baxtli bo'lgay. Beksat ekan, Bilol ekan Xudoyim Alloh shifo berib, buning ham to'ylarini ko'rmak menga nasib etgay. Shuning ham farzandlari Xudoyim aqlli, ushli bo'lib, iymonli, e'tiqodli farzandlar bergaysan Xudoyim. Farzandlarim iymonli etgaysan Xudoyim, aql ush bergaysan Allohim. Hamma narsa o'zingda buyuksan. Shu dengiz bo'yida Alloh nasib qilmash bo'ladi. Shifo berib, el qatori etgaysan Xudoyim. Masjidlara iymon bo'lib, azonlar aytadiganlar Bilol bo'lgay Xudoyim. Allohim qo'msha va qarindosh to'g'an, do'sti dushman, yaxshi yomonlar hammasini ham shurlarga kelmak nasib etdi. Bular ham mening dilaklar tilab turgay Allohim. Safarimizning oxirlashib borayapti. Allohdan hammaga yaxshi yomonliklari, batniyatgan xatolarimizni, gunohlarimizni barchasini o'zi kechirsin deymiz. Xudoyim insof bersin yomonlarga, Xudoyim yaxshi bo'lgay hamma shu yerga kelib ziyorat etib, baxtli, saodatli bo'lib, bolalarning baxtini Allohdan so'rab ketsin Parvardigoriga. Rasululloh payg'ambarimiz Muhammad Mustafomizning qiyomat kunlari qo'llaridan zamzam suvlari ichmak hammaga nasib etsin Alloh Parvardigoriga. Shafoatlari deysin. Ikki dunyomizni bersin Xudoyim. Qiyomat kunlari Xudoyim yuzimizga qarab turgay Xudoyim. Allohning oldida yuzimizga yorug' tilimiz uzun bo'lsin. Iymon, e'tiqodli bo'lgaymiz Xudoyim. Hammaning xonadonlar baxtsizlarga baxt, davlatsizga davlat, rizqsizga rizq bergay Xudoyim. Farzandsizga farzand bergay. Sherali balaman farzandlarga Xudoyim o'g'ildir, qizdir Xudoyim. Enaxonam farzand bergay Xudoyjonim. Jamiki elimizda, qo'mshog'imizda kasallar bo'lsa hammasidan shifo bergay Alloh. Sog' salomat yurganlar Xudoyim. Kimki yaxshi niyat qilib shu videoni ko'rib, men ham shu yerlarga borsam edi, men ham shunday duolar qilsam edi, men ham shu yerlarda rohatlansam edi deganlaring hammasini Alloh qabul qilsin. Doim shularni ziyoratga kelmak nasib etgay shular. Allohim Parvardigoriga o'zingdan o'zga iloh yegonasan. Shukr. Etgan xatolarimizni, gunohlarimizni barchasini o'zing kechirib, pok etib o'zimizni yurtimizga yetib bormak nasib etgay. Hamma shu ziyoratchilar duolari ijobat bo'lib, uylarida sog' omon yetib, bola chog'asining oldidan bekami ko'z bo'lib borgaymiz Xudoyim. Amin. Allohu akbar.